og'rib yotib hamma kasal zo'r o'rnidan turadi, bitta no'xatni oladi, shu no'xatni tokchadagi idishga olib borib qo'yadi, kelib yana yotadi. Nikolay Amosov degan katta akademik xirurg professor o'tgan. Juda katta olim bo'lgan. Ukrainadan Kiyevlik bo'lgan. U 89 yoshda vafot etgan. Juda ko'p o'sha sog'lom hayotga, insonlarni sog'lomlashtirishga juda katta hissa qo'shgan olimlardan bittasi hisoblanadi. Shuni hayotda bitta holat bo'lgan ekan. Shuni o'qib qoldim. To'g'riroq eshitib qoldim. Juda ajoyib narsa ekanda. Amosov 83 yoshida kasal bo'lib qoladi. Og'ir kasal bo'lib qoladi, yotib qoladi. Shogirdlari hammasi professorlar, ustoz, akademikki u yoqqa olib borishadi, Germaniyaga olib borishadi, Yevropaga olib borishadi, davolashga harakat qiladi, hech bo'lmaydi. Qarang. Bo'lmaydi. Oxiri keyin yoqdagi doktorlar uyga olib boringlar endi, uyda anaqa biologik qiyin masala deydi. Keyin o'zini nomidagi katta institut ham bor, ya'ni katta universitet ham bor, tibbiy universitet. O'shda leksiya ham o'qib yurgan paytlari bo'lganda, keyin uyga olib kelishadi. Uyga olib kelishgandan keyin xonasiga olib kirishadi. Shunaqa xona, bir chetda kalavat, mana shkaflar hamma narsa turibdi. Endi olib kirgandan keyin joyimga yotqizinglar deydi. Yotqizgandan keyin aytadi. Bir 3 metr yoqda bunda derazaning tokchasi bo'ladi. Shu tokchaga bitta idish qo'yinglar deydi, kosa deydi. Kosadan sal kattaroq. Xuddi shuni mana anaqa stolimni yoniga, karavatim oldiga qo'yinglar deydi. Mana oldimdagi idishni no'xat bilan to'ldiringlar deydi. Endi ketaveringlar deydi. Qiladigan ishini qiling. Og'rib yotib hamma kasal zo'r o'rnidan turadi, bitta no'xatni oladi, shu no'xatni tokchadagi idishga olib borib qo'yadi, kelib yana yotadi. Yana turadi, olib boradi. Yana turadi, olib boradi. Bu no'xatni yoqqa ko'chiradi. Keyin borib u no'xatdan bu yoqqa olib keladi. Shunaqa qilib kun davomida bir necha marta tinmaydi, harakat. Shogirdlar aytadiki, bir haftadan keyin bitta qo'llarida hassa bilan bo'lsa ham, qo'llarida popka, bitta qo'llarida hassa bilan bizga ma'ruza o'qigan chiqib keldilar deydi. Keyin ma'ruzani birinchi aytgan gaplari bo'ldiki, demak, жизнь это движение. Demak, hayot bu harakat. Ya'ni harakatsiz odam kasal bo'ladi. Va shu zaylda yana 89 yoshigacha yashagan odam hisoblanadi. Ya'ni shundan ko'rinib turibdiki, kasallik paytida ham harakat qilish kerak. Yotib qolish kerak emas. Yotib qolganingiz sari organizm zaiflashaveradi. Через не могу, ya'ni o'zingizdan o'tib ketsa ham turib harakatingizni ta'minlashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun mana yana bitta misol, harakat bu sog'lomlik, umuman hayot tarzini yaxshilashga katta imkoniyat yaratib beradigan holat hisoblanadi.